2014 yılı sentyabr aylarda ishlab kelam deb ikki o'g'lim Rossiyaga ketgan. Shuma yurdi, bahorga chiqib, ikkita grajdanskiy keldi, so'roq savol qildi. Shuma o'g'lingiz Suriyada ekan dedi. Biz ishonmadik. Lekin ular berdi, suylashdik. Suriyada juramiz dedi. Shu böyle gap aytmadi. Bu oğullarınız işteyin deb ketken deb ötedin. Ha, işteyim deb Rossiyaga 2014 yıl sentyabr ayida ketgan. Negiz ağa çeyinli barıp dur şöyle. Kim? Ağa çeyinde barıp dur şöyle oğlunuz Rossiyaga oğullarınız. Farhat degan o'g'lim bir borib kelgan. 3 oy ishlab qaytib kelgan. Hali kichigi Fazliddin degan birinchi yo'li ketishdi. Şimdi qancha yoshlarında ketishdi oğullarınız? Yaşını ham yaxshi bilmayman. Shu oldi katta o'g'lim birinchi kichik o'g'lim uyladim. Shunda 14 katta qizi 2 yashar, kichigi 1 yashar edi. Cho'nginiki bitta o'g'il. Men musulmon davlatga keldim. Yashavatam. Dedi shu, böyle gap yo'q. Böyle narsani aytmadi. Şundan beri hazır hech qanday Yo'q. Hech qanday sviyaz yo'q. O'lganini ham bilmayman, tirigini ham bilmayman. Izvestno. Endi qani kelsa o'z yurtiga, Qirg'iziston elim yurtim deb kelsa, mana prezidentimiz ham yaxshi niyat qilyapti, ajomas kechirib. Endi nevaram Sakaldıda, cho'ng otasinikida, opasini otasinikida yuradi. Hozir maktab ashada o'qiydi. Cho'ngini bolasi Kominterinda, u ham cho'ng onasini qo'lida. Kichigini bolasini kanikul kunlari olib kelaman, olib boraman, ashuna qilib yuribmiz. Kichigi menda, kichigidan kattasi, undan kattasi. Hisobda 4-3-uchinchisi olamı? Ha, 4-3 o'g'illar. Ota-onalarga aytadigan gapim, bolanglarni to'g'ri nasihat beringlar. Nima ish qilyapti, nima qo'yyapti, hammasiga nazorat qilinglar. Ota-onalar sizlardan iltimos.